Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Navbatdagi kvartiramiz 3 xonalik, 98 kvadrat metr, 6-etaj, 8 qavatli novastor ekan. Gagarin ko'chasida kooperativniy kollejni naproti bo'lyapti. Hozir Inyaz deyiladi. Ko'rib turgan joylaringiz prixoshka bo'lyapti. Bu yerda bitta xonasi tushgan, 30 katta spalni bo'lyapti. Xohlasangiz bu yerga o'tganlarni yana bo'lishlaringiz mumkin, buzib boshqatda. Sanuzellarni alohida ekan. Bunisi zal qismi bo'lyapti. Bunisi oshxona bo'lyapti. Narxiga kelinmaydigan bo'lsak, 80 ming AQSh dollari so'ralyapti, yana savdosi bor.